hozir ilm kirmabdi bu quloq. Adamdan birsi kiribdi. Men boshlayman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyadan bo'laman. Ovozim yaxshi chiqyaptimda bo'lgan bo'lsa, bir raqamini yo'llab qo'ysanglar bo'ladi. Ovozim meningcha yaxshi chiqyapti deyman, men yerda mekninkida. Yeshil narsa ko'tarilib bundoq nima qilyapti uchun. Unda bo'lsa, naq maydonni boshlab ketaylik. Men normalda kunda kesa 9 qiladim, bugun aldirash ishim batdi, shuning uchun shanba kuni ishim chiqib qoldi, bugun hozir boradi, hozir qishyapti. Shuning ben hozir bugun qilib o'tay dedim. Salom qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Birinchisi hammamiz nayt xo'shal. Amerikaningki sobiq prezidenti 45-navbatlik prezident Trump efendim qaytib keldi. Prezident Trump efendimninki qaytib kelishi hammamizga bir Facebookga qarasam bir jo'shqin bir ruh beribdi, chunki u odam prezidentlik davrida Xitoyga qarshi eng qattiq tadbirlar qo'llangan. Ammo bu qitim kelgan chog'da Amerika tarixidagi huquqi eng chong prezident qaytib keldi. Prezident Trumpninki ishlarininki o'ngishli bo'lishiga, Xitoyga eg'ir embargolarni yurgizishiga, Xitoyning tezroq parchalanishiga sababchi bo'lishiga Allohdan utuq tilaymiz u odamga. Men burun izchil shu hozirgacha shu odamni qo'llab kelaylikdim. Oxirgacha chong tug'an keyinda cho'qim shu odam utib chiqadi, keladi deb. Men bilan boshqa fikr o'xshamagan fikrda o'tma, yo'q. Pompeo bo'ladi, Pompeo o'roqlayotdi, prezident bo'ladi, Pompeo bo'ladi degandi. Unda bo'lmaydi deb. Chunki bu yerdagi masala aniq aniqdi. Dunyoninki rasvolashib ketishi, globalistlarniki, solchilarniki, shaytonlarniki qimirlab ketishi dunyoning bir tozalanish davrining yetib kelganligidan derak beradi. Shu o'ziningki oldidagi turgan 4 yil jarayonida prezident Trump o'ziningki so'zlaganlarniki nutqlarini ko'rib baqsanglar bo'ladi. Har qanday so'zlagan nutqlarining hammasini Biden davrida yuz berdi. Har qanday so'zligini. Demak, bu yerda bir maydon nihoyatda bir cho'ng o'yin bor degan gapda. Biden to'zaqchi, Trump efendim sürüm to'qay. Hammasini to'zaqqa tushirib, chastay qilib berdi. Endi o yandan qiziq endi chiqadi. Eng qiziq chiqadigani Uyg'ur munofiqlarning chiqadi. Men uni jiqtab keldim. Chunki yaqinqi zamonlarda Shvetsiyaning ichigami Xitoy erlari shved xotinlarni elish orqali yoki Xitoy xotinlari shved erlarga tegish orqali Shvetsiyada indigenous people'lar bor, Samiylar deydigan. Shular Shvetsiyaning ishki nimalarda qutratqo'liq qilib keldi. Uningdan o'tgan keyingi saqchi punktlari degan kommunlarga o'rilishib ketgan, iqtisod deysizlar, akademik ishga kirib ketgan 7 davlatdagi 230 dan ortiq josuslik organlarini muxbirlar guruhi pash qilib chiqdi. Endi Xudoyim buyursa, munofiqlar qurultiyi va ba'zi munofiqlarniki chiqdi. Buni oldinglarda ko'rishlar Xudoyim buyursa, oldimizga yillarda. Anaqaniki yana bir yerda nima ish bor degan chog'da prezident Trump efendimninki Make America Great degan Amerikani yana bir ulug' qilayli. Bu gapining keyinda nihoyatda ma'noli narsalarga yo'shirilgan. Ya'ni o'zinglar ko'ryapsizlar, o'sha hukumat xodimlarini qisqartirish, bu o'shiq to'shib pul ketayotgan deymiz. Ashunda xayollarni qisqartirish. Endi meningcha refiyadikilar asto taksining kartasini ag'ashtiringlar, Sulayman efendim. Taksining kartasini ag'ashtiringlar. Enededim qilayotganlar enedemi yepilib ketishi mumkin. Enedening nurg'un sesqchiligi meningcha endi yillarda chiqdi. Enedening nurg'un sesqchilar chiqdi. Chunki prezident Trump efendimninki Make America Great Again degandan keyinda nurg'un narsalarga yoshirilgan. O'shiq chiqim beradigan telefon kelib qolganda o'chib ketib qoldi o'tirliqda. Hozir yaxshida. Nurg'un shunday narsalar chiqdi. Endi Xitoy uchun xizmat qilgan, Xitoyninki zamin butunligi uchun, Xitoyninki shu parchalanib ketmaslik uchun Sharq Turkiston masalasini xalqaro kun tartibdan qoldirib qo'yish uchun birinchi turkumda Xitoy Baran inqilobini qo'zg'agan. Baran inqilobini odamlarni qilib, Baran inqilobidagilarni bir turkum odamlarni tejiga chiqarib o'tgan. Ikkinchi turkumda taqqa o'rlashtirgan
bakqa o'rinlashtirgan. Ular orqali qurolliq ko'rishimizni o'ltagan. Qurolliq ko'rishimizni G'arbning nazaridan tashlab o'tgan. Bizni qilolmaydi qilib. Chunki Xitoy milliy armiyani shundoq bizningki yo'q qilib o'tgan. Sharq Turkiston Cumhuriyetining ikkinchi qurilgan armiyasini ashta yo'q qilib o'tilgan. Anandan taqqa bir qism aqlli odamlarni o'rlashtirib, pishni sag'izib, bolalarni so'yg'izib, har xil yolg'on ismlarni qo'yib, mujohidlar bo'lib, hatto Sharq Turkistonning ichiga kirib o'zining bolalarini olib chiqqan. Da'vo ichida. Bunga hozir kelamiz. Mushundaq qilib bu narsa tuggandan keyin, uningdan keyin 80-yildan keyin Xitoy 90-yildan keyin Xitoy bir turkum da'vo munofiqlarni qurultaydiki, shu munofiqlar qurultaydikilarni asta chiqarib Myunxendagi bir xotelning ichida Dunyo Uyg'ur qurultayini Turkiyadagi ma'lum bir tashkilotlarni birlashtirish orqali qurib chiqdi. Qurib chiqib bizning da'volarimizni beshidagi munofiqlar, qurol yaroq tutgan, u bu qilgan degan yolg'on mujohidlar bir-birisiga o'q etib, bolalarni so'yib, u yerda o'ldirib, G'arbningki nazardan bizning qurolliq ko'rishimizni yo'q qilib o'tgan bo'lsa, ikkinchi turkumdagi ssenariyda ma'lum munofiqlar qurultaydikilar rol olib, kishilik huquq, avtonomiya deganni dabdabasini bozorga sap qo'yib, hatto bizning Uyg'urlarning mustaqillik deganni jakalab qo'yib, keyinda bizning da'vorimizga pichoq urib, G'arbning ma'lum bir kuchlarga setildi, Xitoyning ma'lum bir kuchlar setildi. U kuchlar ya'ni nima kuchlar desa, Xitoyningki birligini parchalmaydigan, muqimlikni dunyodagi saksiy ya'ni saksiy so'z o'rinda ishlatib, eng muqimlik degan so'zni ishlatib, G'arbdagi ma'lum bir kuchlar bilan Xitoyningki savdo qilganlar birlashib, bizningki vatanda lagerlarning ichilishiga, hatto indigenous people'larning bizning ustimizga chiqib olgan lider qahramonlar, munofiqlar orqali bizningki da'vorimizni kun tartiblardan qoldirib o'tdi ham mushundaq ishlarni qildi. Endi zamonningmi, yig'ilganingmi, yig'ish to'xtaydigan, haqiqatningmi bir echiladigan, ya'ni yomg'irdan keyin, bo'ron chopqindan keyin quyoshning parlab chiqadigani bu aniq qonuniyat. Buni hammamiz bilamiz, qarindoshlar. Endi hozir jahon bizga 10 kilovatmda degan chog'da 10 emas, ajoyib 10 kilovatda. Bizga shu taxli keldi, shu relsga bizning poyezimiz tushdi hozir. Aydab mangsaqlar, meningcha yaxshi bo'lib ketadi. 2027-yilgacha Xudoyim buyursa, Falastin xalqimi mustaqillikka erishib, Gazara yo'llarini Amerika mustaqil davlat deb e'tirof qilib, Arabning Amerika ko'nglini uftish kerak, chunki bak ularga hujum qilib, ularni rajitib qo'yganlari yo'q. Uningdan keyin 11-sentabr voqeasi bumi ichilib, balkim kelgusida buning aqsida Xitoy bilan bo'lingan bizning da'vorimizni bizni terror qilib tijorat qiladigan bir guruh bunday siz ham chiqishi mumkin. Men faqat kelgusida bo'ladigan ishlarni taraz orqali sizlarga deb beryapman. Men faqat o'zimning o'yi bu. Muqim anda bo'ldi degan gap yo'q. Aytgan bo'lmay qolsa yana mendan men tanlab shimanglar yana. Shunda. Endi bu narsa cho'qim bo'ladi. Uyg'urlar Xudoyim bo'lsa, bizningki Sharq Turkiston mustaqilligimiz yaqin kelgusida bo'ladi. Chunki Xitoyningki yilisini bilib qoldi, Xitoyning yog'inchiligini G'arb ellari bilib qoldi. Buni G'arbda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar bek yaxshi biladi. Biz bir yerda bir yog'in gap bo'lib qolsa yoki bir ish bo'lib qolsa, qanchalik uningki o'lisidan chiqmoqni tasdigini o'sha odamga bir umr ishonmaydiganligini sizlar bilisizlar, bir yashab o'tganlar. Shuningga qarindoshlar, ro'yimizni tik tutaylik. Garchi bizda nayta bir qabahatlik bir vaqtlarni beshimizda o'tkazayotgan bo'lsak-mu, shaxsan masalan men ota-onam bilan 8 yil gaplashmagan bo'lsam-mu, lekin yaxshi, alhamdulillah, yaxshi ketyapmiz. Endi bog'liq bo'ldi, hammamizning beshiga keldi. Bundan keyin oldiga qarab menishimiz kerak, ko'zimizni ochishimiz kerak. Da'voga e'tiborimizni berishimiz kerak, qarindoshlar. Ko'zni yumib olib podoqchilik qilib ko'tarmasligimiz kerak. Ko'zni yumib olmaslik kerak. Qat'iy ko'zni yumib olmaslik kerak. Uningga ko'zni yumbaganlik degan gap anangninki vatandagi seniki oppangninki ishbat nomisiga Xitoy tegayotidi yoki meningki sen o'ynayotganiga ko'zingni yumbilib yuborsa, oppang debsan deyapsa, shuningga sen ko'zingni yumbilib yuborsa, miyada o'ynab beryapsa, shuning ko'zingni yumbilib yuborsa degandan farqi yo'q. Oppangni Xitoy o'ynayapsa, ko'zingni yumbalsa degandan hech qanday farqi yo'q. Shuningga qarindoshlar, bundaq zil masalalar kelgan chog'da o'zimiznikilar o'ylamay, voy tildanib ketimi, voy munda bo'lib qolamdi, voy unda bo'lib qolam, voy bu bunda bo'lib qolam. Unda olmaydi, to'g'ri yo'lni tanlab mangaylayveramiz. Xalq degan bu qiyam degan gap. Xalq qayoqdan yo'pirilib kelsa, shu yoqdan ish mangadigan gap. Shuningga bu yerda faqat
Anınki to'g'ri, an namoz o'qiydi, maniki saqlayapti. Unda gap yo'q. Ish qilish, setilganmi, setilmaganmi, shu masala. Shuningga bu narsalarni qisqartib deb o'tib ketdim. Endi xudoyim biz kelgusida bo'ladigan narsa to'g'risida. Ikkinchisi, men Sharq Turkiston surgun dokumentininki odamlardan savol so'rayotgan nihoyat uzun bo'ldi. Men savolim javob erishamek yo'q. Akşam Salih Xudoyorninki surgun dokumentninki TV'sini ko'rdim. TV'sini ko'rish jarayonida yana shu Xitoy g'olchilari o bu debdi. Men Salih Xudoyor apandimga shuni savolni qo'yay. Sening uyingdan Roshan Abbasning tashkilotidagi Babir Ilchiyev bilan to'y qilib ketgan singlingni jasus desak to'g'ri bo'lamdi. Sen shuni qabul qilamsan? Sening uyingdan chiqatgan adang Tajingulmi, Tajinsami, shuni Nuri Tulkinayni ketgan. Sening uyingda sening dadangdan, apangdan yuz o'rib chiqatgan, munofiqlarning turayotgan ikki singlingni, adangni Xitoyning jasusi desak to'g'ri bo'lamdi. O sening oilangga cho'qim obrazing ta'sir yetkazadi. Uni haq bilmagan bilan biz bilamiz-ku. Bizde nikohda o'rtaga rasmlardan tortib bag'ib faqat xalqning oldida tashlab qo'ymaganlik yerimiz bor. Sening dadang tog'da bog'da yuribdiki, seni olib chiqibdiki miyaga. Dadangnikin qanday tushunamiz? Dadang Xitoyga qarshi mujohidi qo'ral ko'targan odam Amerikaga kelib green card bilan yo pasport nima bilan bosib badi dadang. Berib seni olib chiqib tashlasa qanday qabul qilasiz? Sening dadangga hech qanday savol so'rab bo'lmaganmidi? Otish anjanjuning so'ramaganmidi? Yoki Enchantingning so'ramaganmidi? Sening dadangga qanday savol qo'ysa? Sening dadang shunday ulug' odammi hamsa? Sening singillaring shunday ulug' odam, unda ularni jasus bo'ladi degan gap. Senin ko'zimizni jumbayilib maqtsak to'g'ri odam bo'lamiz masalan. Seningdan boshqa sen xalqni To'g'liq Abdurazzoq, Ilyar Shamshiddin, To'maris Olmos, Dilyar Musabay jasus demagan kimlar qoldi sizlarniki? Xo'sh, meni qo'y debsizlar, voy, dunyo Uyg'ur qurultiyini bir vaqtida tillatdik. Bular endi sistemlik qilyapti, endi bizga keldi bu deb. Sendagi kerak seningda hukumatning asli original materiallar bormi? Chiqirib baqay unda bo'lsa. Mentimin alaring uning keyin kelaychi. Bormi original materiallaring? Sen hozir nadim pul ilyapsan? Qaysi bir guruhlar bir Rothschild oilasida olgan bo'lsang, bir yahudlarning bir nima dey? Rockefeller, Morgan degan cho'ng bir oilalarning bir nimasi bo'lgan bo'lsangmi nima dey endi? Bir ilayotganing Turk bilan bir islomga qarshi bir yahudi guruhdan ilayotsa. Yog'anmi? Donation deb ajab Ershad Ibrohimning oldiga chiqib vaqirab ketgan tanga. O donation chiqib bakmamsa donation'ni biz ko'rib bakmandik. Sen nima deb xalqdan yoshirincha pul olasan? Dadang ishlamaydi-ku Amerikada. Opang ishlamaydi-ku, sen ishlamaydi-kansan, yo'g'o 300-400 kvadratlik uyda o'tirdi ekansan. 400 kvadratlik uyda o'tirdi ekansan. Nereden keladi iqtisodiy manbaing? Shu setib yeyapsan-ku. 2021ning mayog'idan tortib elib bo'pti. Uning oldidagi nereden keldi puling? Iqtisodiy kirmang nereden keldi? Anglasam Qozog'istonda Xumdan zavodinglar var ki. Xumdan zavoddan keladigan mablag'. Voy, Qozog'istonda shu vatanga qurol kirimiz, vatan mustaqilligini qilamiz deganlar so'ylib ketdi. Sening ajab istixborot nuqtai shirkatlaring, dadangning shirkatlar, tijoratlar mingib o'tirasiyadan muk pul keligina. Abubda baytib qonungni bormi deyli? Uning kimlar bilan tijorat qilib nerda yurganini biz bilamiz-ku. İlyar Shamshiddinlarni biladi, jiq odamlar biladi. Shu savollarni qo'yib kelib chiqaryaptinglar-ku. Nimishki ishingdan isloh qilmaysa, parlamentdak emas, hukumatdak emas, prezidentdak emas, bosh ministrning ahvoli yiliqi. O'ngishmamsa millatning bechoq kun kelayotgan chaqda. Nima deb xatolikning ustinga olmaysa, nima deb bu tashkilotlarningki munbarni buzib etsa, nima deb ko'ch-ko'tangda Dilyar bilan tug'liq ikkisi sistemini shunda qilyapti degan ishlaringni silib, yolg'on tashviqot taqsa, nima deb munbar ekran ochib udul-mudul mantiminalaring yoki Ablat Nuring yo G'olaming bir kelanmaydi Dilyar bilan. Nimishki yolg'on gaplarni qilsa, yolg'on sen burun Salih Xudoyor emas. Sen o'zgarib ketdan pul olgandan oyog'i. Nimishki Dilyar Musabaylar mustaqillikdan gaplashayotgan yerlardan uni u yerdan bu yerdan bizga pul beringlar deb birinchi pulni gapini chiqarsa. Sen avval o'zingninki narsangni o'zing ko'rsatishing kerak. Oningdan keyin senga keladigan narsa. Sen cho'qqum birligiga islo olmasliging kerak. Natijadan xuddi davlatlarning neftni 25% oladi degandek ashunda elish kerak. Nimaga qilmayapsan? G'idiq, men cho'qira, hech kimni qo'rqmayman men senga deb qo'y. Hech kim sen uchun ori chiqolmaydi, mening udulimga qarshimga bir chiqolmaydi. Tushundingmi? Men surishtirib, tegini nerdan pul olayotganingni, nima ish qilayotganingni. Men bilib,
to'g'ri narsani sendan so'rab qilib, unda qilib menga yurtninkini, purtninkini akirib, meni iliq o'zroqlab qo'yib yegayman desang, men unamayman. Tushundingmi? Men unamayman. Men iliq qurultayni uni buni deganti, munda deganti, men Dilshod Rashidga ovoz qilib, xalqninkini ovozini avatmadim Google Drive orqali. Men ovoz yig'ib, men xalqning pasportini topib avatmadim. Men pul xashildim. Chiqarib beramdikin deb. O mening shaxsiy ishim. Sen ajab burundan boshlab sen degan odam, dadang Ro'shan degan javobdan javob deb Yahudlarga aytganda kongressning oldida da'vatga ajab bir narsa chiqarib beramdi ya. Men bo'lsam chiqadim. Chiqargan kunim o'tiramay qoldim-ku, tipirlab ketishdim-ku. Qizil sizoqni qo'yibotding bir javob chiqib. Mening hech qaysingdan qo'rqaydigan hech qanday narsam yo'q. Uyangning oldiga bo'lamsa, saqchi darsdan naga o'rib bo'lsin, birga bir deyishalayman men. Men hech kimga tutquz qo'ygan yerim yo'q meningki. Men undaylik poqoq salama, chaqima, paqima desang men oqmaydi. Men ma davlatlarning o'tadigan yerdan hammasini o'tib qo'ygan. Biladi. Alo deb bo'g'ichi kel deb mening ishni ochqinni. Shammisang so'rab baqsang bo'ladi. Tushundingmi? Men Dilshod Rashidga xalqning ovozini avattamdim, men uyimda qonunsiz uchur to'plamadim. Xalqning poqsidikini yig'madim. Mening qo'limda faqat o'zimga bog'li narsa bor, o'zimni qo'g'dindigan. Men xalqni qo'rqitib o'ynamadim. Tushundingmi? Men tilligan bo'lsam, men kimligim bilan o'zimning nemasidan chiqib, men banasini dedim. Sen chiqib baqa bo'pti, menda yo'qka. Bo'pti, menda yo'qka. Yog'am men o'yin o'ynab, sen chiqib baqa bo'lsa, sen kimni xoin jasus deding unda bo'lsa? Voy, sarangga chiqib bo'pti-ka, sarangga. Men uchagan, men chiqargan bo'ronda, 2021 men chiqargan bo'ronda lagligingni uchatib o'ynashding qaysang, tushundingmi? Kaynimga o'tib olib turib, lagligingni uchatib o'ynashding. O'tirib ekansa, hech nima qilolmay, yeb ketdi, ichib ketdi. Nimani yeb ketdi? Nimani ichib ketdi? Chiqarib beraman ekansa shuni. Dilyar chiqib ananiki ko'rsatib qo'ydi, jihnasini. Tamam, qilgan ajring bor. Savallikingmi bor, ma savalliking ma Washington xitobnomasini 20 surgun hukumatning 20-shida qilishing kerakdi. Qilmading. Ana iliq holing. Meyadim bital odaming ketibdi, ayadim bital Qurbonjon degan odaming, o Qurbonjon isamidimi cho'qara yig'inni tugitib, Rishod Abbosning inisi Nijat Abbos bilan ko'rishib, kofe ichishlikachmi, meni bilib qolmasang deb beray. O mening inim qo'ltig'imga kirib to'qdi, "Hukam, sizga nima qilib bersak ular? Siz degan palvon, o baba menga jugasa bilimman." Qaysingnikini, Seytim Turkning juguningni, yana birisining juguningni. Ajab, Jurat Obulnikini tekshirmaydi ekansa. Abdurahmon Hasaniki tekshirmaydi ekan, istixborot sening ketlan podog'ingni ko'tarsa, hammasi haqiqatchi, munavvar olamda. Sana qarshi sening bunda bir tuzat, mana xato qilyapsa desa, seninki nimang olamda? Dushmaning bo'lib qolamda. Sana dushmaning bo'lsinmi, avtonomni tilisimi, yana birini yegan bo'lsinmi, sana 60 tashlab berdi-ku. Unda sen shu avtonomchilarningki 5 kelsa chiqib olib, billah shuni berib, ashar yeyitibsa. Qani ofising seninki ishxonang haqida pul yeyitibsa, ofising qani? Ofisingni ko'rsatmamsan ishxonangni. Qonunliq tizimga aldamamsan. Tashk Twitter hukumat ana dedi. Hukumat ma'ni dedi. Bir amaliy qilgan o Uyg'ur qonunini amaliy qilgan odamlar borkan-ku, yo'q sallamaskansan-ku. Shu biz birinchi boshqa shu tug'a vaqtimizda voy andaq vatan parvoy, men mundaq deb boshqalarning gapini anglamayman, menga juda debdiki, keyin ko'dik. Bu narsa kelgan chog'da o'ygandik. Men seni jasus xoin demadim. Kaynindagi qeri iblisning kayniga kirib, men ishni xato qilyapsa deyapman. Men ularni-chi qarab, beshini men bilmay, voy g'ulam dadam Abdulnur, hatta Ilhom Do'rlarga o'qib ketmayman texi. Endi o'zingni ko'rsatding, endi o'zingni ochding pardini. Endi xalqning oldida nomay, endi yeningga bir tashkilotmi kelmaydi. Menga olib ko'rsamsaq, nima dedi? Fuqa bunda demang. 16 tashkilotni vaqt soat akilma. 16 tashkilot sening yeningga kelgan kuni qiyomat jang chiqadi mening o'tirsida. Kagizmayman. Juresa o'zing shundoq yong'oq. To'qlama haqni tillab tutdin odamning xotinning bolasi deganni, rasmi deganni chapdi. Sen qanday to'namaysan, qarab ko'tni, yog'onchi qo'y. Qanday to'namaysan? Numussiz. Qanday to'namaysan? Sanangning Ro'shan Abbosning tashkilotiga Bobur Elchilab nikoh qilgan nima deysan? Umi xoin jasusmi? Biz unda demaymiz. Sanangning unda qalaymiqan tillamaymiz. Nurinayni chiqatgani xatomi? U uydan chiqibdi, o'zining erkinligi dedik. Biz sana chaplab tilladikmi aninggacha? Shuncha narsani bilamiz ichingdagi sisiqni. Bo'pti, ish qilib yetibdi, og'zimizni jumayli dedik. Xo'sh, xayr. Tala bugun kungacha, xalq yig'lab chiqib bordi, doyedim ham ko'rgansa, biz o'lib bo'ldik, deyapti.
Sana pul kirsa, kuch, huquq, pul degan narsa yaxshimikan? Odamni o'zgartirib etamdikan? Ha? Ey, men ayni vaqtida meyada Dilshod Raisning shunda ziyonkashlikka uchirdi, mishta men London soti olsam, London soti degan ukam, u degan bir mishta degan to'g'ri u degani to'g'ri. Men ayni vaqtida mishta butun materiallarimni dadangga deb qo'ygan. Mishta shu pas meni qilinglar deb. Ajab Abduvali ayıplar bilan ilaqa yog'an sen artist deganlar bilan bir so'rinda o'tira oladi ekansan, puhraviy o'tira. Nima deb men o'sha haqiqiy bir nimasi bor. Bir ko'zdan qon yosh yiqayotgan atam dadam deyotgan odam senga qarshi savol qo'ysam, ajab men chaqiramadingmi puhraviy o'tira? Ajab rost nimani akrammadingmi? Ma o Trapning ayoli Melina xonim, Sayragul xonim ajab kirmabdi u yerga. Nima deb kirmaydi puhraviy sotqa? U haqiqiy nima? Oynayotganing London soti bilan London soti o'yin bo'lsa, u yerda o'ynagan artistlarmi ashaga kiribsa, nima deb bizga o'xshash jangash kuchirganlarning yo'q. Bütün ispat qo'limizda bor o bizniki. O'zing bir to'shikdan chiqib atsan qo'shlar bilan. Sen chiqib bilib, ajrat degan jalabning onasi senga chiqiriblam ashayliqi nimani berib qo'ysa, pasni berib qo'ysa, o Xitoyning adimi san haq ishini demsa, haq hozir shini chapaqga davatidi. Tushundingmi? Tashkilotlarning pulimizni qo'y, azroqdan 100 ming imzo bilan, 10 ming imzo bilan uni qilib setib yedang bo'pti. Ama tashkilotlar ketganda ham kimlikni chiqib. Albatta Sharq Turkistonlik kimligimiz muhim. Biz uchun bak muhim. U mayli bir yer ishlansin, ishlanmasin, u bizning faxrimiz. Esib qo'ysaqmi yoki uy bejirib portmonini chiqsab qo'ysaqmi. Lekin sening niyatingda durustlik yo'q. Sening niyatingda durustlik yo'q. Bo'lmasa, men munbarning nimasini sen chiqib javobini va pulning javobini bersan, xalqqa haqiqiy hukumat bo'lsan. Ablat Nur degan Ali Masum bilan, Almayibning shogirdi, munofiqlarning bosh minister ma hukumatning ichida. Balllarning parchalanishga nim qilib ketganlaring sobiq prezident bo'lib yudang. Numus qilmay o'lab ketgan Zo'rdon Sobirni seriq narsalarni yozdi, yoshlarni qiziqtirish uchun yotdi. O'zingning chiqib qoldi G'ulam Osmon? O'zingning chiqib qoldi og'ziga issiq o'tkazish deb. Sen o'zingnikini unutib qoladi ekansan. Bir vaqtlarda videoda shir o'ynab qo'ychilar anda o'ynadi, vatan mustaqilligi degan munda xudab suiqasd naslisi kesh so'zlab mayaqtin mustaqil deb tursa, mayaqtin xalqni ro'yini tushkun qilgan narsa so'zlaysa. Yarmamat Marat Tug'chi deganmi? Nimada? Rostchillar topida voy John Bolton degan odamga Trump debdiki, mushta Uyg'urlarni qir o'ba deb o'zang lato olgandan keyin shu qir deb bizni shu so'yimtali qilib bo'rini qo'tanga akirdi Xitoyni. Amal yo'q. Cho'ng davlatlar o'ynasa ashta o'ynaydi. Jinoyat qilib keyindan irqiy qirg'inchilik degan narsani chiqarib berdi. Ashunda o'ynaydi cho'ng davlatlar. Va ashunimi voy mushta debdiki, bu ishlarni tegi birga biz duo tilovat qilaylik deb Yarmamat Arattovchi bilan shu vaqtda rostchilar topida o'ynashmagan o'yinin qamidi. Men hukumatni mashruolashtiraylik, 2 yil mendan mangayli, ish qilaylik, anaki mushta qilaylik desa, o'ri qopab ketding. Pul ilayotganlaring bor mening ichida. Pulning hisobini berishing kerak. U tinmay turk davlatlariga esildigan bo'lsa, bizdan chiqib qozoqni maqtaysa. Men maqtadim. Voy mushta ish. Bir tuqqan deysa, amayadan u turk davlatlarini ayiblaysa. Pul ilayotgan yering seni nima deb qovishsa, shuni qavovatsa. Biladigansa sen chiqirib baq avval sening chiqargan organizationlaringni ko'rib baqaylar. Uningki men sana tayyorsin tashlab beray deyapman. Nachadiming full time ishlatdi, nachadiming part time ishlatdi. Amerikada ko'rgansa hammasini maoshini prezident tarafinikidan tortib bor. Menchi yilda menchilik pul oladi deb u odam olmayman, men bir yilda $1 oldim degan. No, hammasiniki o'zining maoshi bor. Shvetsiyadami shu, Norvegiyadami shu, hamma prezidentlarniki, ministerlarniki ko'gin bor. Seniki nima deb ko'gin olmaydi? Ya G'ulam afandim, O'zbekistonlik qizingizni chiqib o'tib qoldingizmi ya? Voy, buni davitib qoldim-a, O'zbekistonlik qizingizni. Asimka. Shundami? Shunda bo'lish kerakmi bu ishlar? O'shalmamda bizning ishimiz kashkichi sen chiqiblam qarlab olsang, davolsang, seni degan bo'lamda. Men o'yla haq emas, men qo'rqib, meni qo'rqitmaydigan bo'lsang, men qo'rqaman. Mana senga. Men hech qaysimdan qo'rqmayman. Onangning amaning qayerdan chiqqansan, onangning shuriga tiqib etaman. Men Dilshod Raisnikini qonun bilan hal qilmaydigansan, boshqalarnikini qon bilan hal qilaman. Men millatnikiga sen unda kirib o'ynaydigan bo'lsang, o'yla balangni, biznimiz vatandagi balangni, teshidikini o'yla qaysinib ketishidimi, yana birlimni qo'rqib,
Laq mundaq nayt ustuqlar o'ynab qo'yamsan, balonga tegiman. Aqaysingninki. Yuragingni og'irtitma, kech-kechlar masharingni tutib yotsa, hammangninki balasingniki, yana bir narsangniki, nima ish qilganingdan tatib, rahmojim juma terichi. Bilimiz juma bolaringizning Misrda o'qigan nima ish qilayotgandan tatib, natchangninki surgun hukumatning ichidagi chekib yetib qolganing. Men ishchidu damsa, yana bijnim damsa, men xalqning ichidagi batal xalq. Mening uning hukumatning ichida yoki uning bu yerda ichida yo'q. Xitoyning odami degancha qarash, hukumatning ichiga jur'at bo'ldek, Abdurahmon Hasandek ashtaq yog'olardan mustaqilchi, vatanparvar bo'lib kirib, anandagi uchur o'g'laydi. Men sening ishingdagi hech narsani bilmasam, u pulaga ayollarning to'rda turibdi. Hamma narsang o'zingninki. Dadangninki butun el jamoatga ochiqchilikka. Bir yer ishlamaydi ekansa, nereden keladi shu pul? Qanday yashayapsa, davatimi? Menga javob ber, davatimi? Sen hukumatni biz garchi menga e'tirof qilmayman-ku, bu tugidi u endi narsa sanga bo'lgan ishonch bu. Lekin ayada Sharq Turkiston degan ismni sen ishlatgan bo'lgan uchun Sharq Turkistonlik bo'lib sifatimizdan seningdan bizniki so'raydigan haqqimiz bor. Sen cho'qim javob berishing kerak menga. Onun qayliq chiqirib, o'yliq yurt masalasi janublik qirni voy katta qasqiningda. Anangning tüy qaqma shu tüygicha. Seningdan qo'rqaydigansan baga ish tashlab bermijinimni. Kimniki ona chiqardimga oldimga. İşlerin deganini qaqma kayniga qatasiga tizib qo'yib turib qaqma. Ko'rsa Abdurahmon Asaningni qanday qaqadiganini gollanni kamera ichib qo'yib turib qaqma, saqchiga ichib qaqma. Nima da'vatsasan? Sen nima da'vatsasan? Xalq Turkistonning qinin, Sharq Turkistonlikning qinini ichmaydi. Yaymachilik qilyapsan-ku, yog'anma. Yaymachilik qilyapsan. Biz mi qildik-ku unda parlament oldida namoyishini? Biz yinimizdan chiqib turib qildik. Bir yerden hech qanday yerdan pul olmadik. Xalqning oldida sen javob berishing kerak. Pitniga taqatmay yog'ladin. Dilyarlar bizde bu ishni aqlli ma'qulli deb. Sen buzding. Maqsadlik oldi buzding. Dadang g'olamnamo taqdi kishilarni buzgan. O g'olamningcha qara o'zing degan gapini videosidan chiqarib qo'yishdi qara. O sulfat kislotasi chiqarib qo'ysangmi erimaydigan kirva qarg'oda. Tushundingmi? Og'zingni buzib ketay. Ey, g'olam Osmoncho qara. Ayni vaqtida Robiya Qodir bilan birlashib bug'i unutib qoldi ekan o'zining kitob o'rganishdan men eslasab qo'yib. Men timini ayni vaqtda nima degan? Adillar Musabay, ey, ma ishni manda qil. Mani hukumatga hujum qilmanglar desa, men timini prezidentning nima degan men deb berayjimi? Sharq Turkiston desak pul vermaydi, Robiya onamning to'g'ri deb to'g'ri hukumatga hujum qilganning birisi shu men timini alaring. Yag'an desang haqti bor, chiqarib berdi. Olammi shu? O'tgan bir qator o'tirishibsan-ku, ayrim o'ynaysa. Sunukun hukungsin emas, hammang o'ynaysa. Ma ishning ichida, mush ishning ichiga odam chiqib javob bersa, boshqani chiqargan bo'lsang, onang bilan dadangni shu kosar-posarni suyittirib shu sen bilan qizil qiyomat qilaman. Seningdan hech qanday qo'rqib qoldigan ishim yo'q meniki. Sen menga javob berishing kerak. Sen ma ishni buzding, tarixiy bir narsani buzding. Tağdiki, bağdaki nima buzg'anding. Bilib qo'y, tağdiki, bağdaki nima bolalarning parchalanib ketishga pitni taqib, yo'g'a jannatning oshqishi degan kitobni yozib, butun narsani chillab qo'yib, ashadimi, o'ngtay qilib o'tgansan. Muxtar mafiya deganlaring ashada yurib, hozir Qoblatnur, kim sen bilan ketganlarmi shu? Qag'allar o'lib ketdi taqda, ishkirga qoral ko'tarmiz degan bolalarni setib etishdan. Barin inqilobining munofiqlari jurisa. Bilmaydi odamsan. Seni bilmaydigan odamlar yo'qmi? Ajab boshqalarnikini bilar ekansan, o'zingnikiga kelgancha jim bo'lib qoldi ekansan-ku. Oy, seninki. Meni vaqo qara, qo'limdan yetlab kir. Taqchixonga men olib berma senga vaqtni-chuma, men olib berma, men. Dedim-ku, nima bo'lsa, chiqib vet, men e'tirof qilaman. Qanday narsa bo'lsa, meni qo'rqinchilikim yo'q, deb bo'ldim. Men Dilshod Rashidga pul qashildim. Aldandım. Men onunla haqning ovozini yig'ib avatdamidim. Pasportini avatdamidim. Haqning adresi nerede deb menga bende so'rab, men haqning adresini avatdamidim. Men uning uchur to'plashib qilamidim. Men aroq ichida u
Orak apırıp verdim, yemek içmek apırıp verdim. Ben aldandım, pul verdim. Ben de bazı ispat veremem ki. Köyde özünün xotunumu kilip WhatsApp'takini. Nimda WhatsApp sen? Kimangni paypak qilmadi WhatsApp, sen paypak qildigan g'uljuliq bormi bu yerda? Ana undan keyin mana yaqindan yog'i Twitterda bir qora kod bor, shu bilasizlar. Aşnonda aşağıda mal Dilyarning uydagileri mal Nuri Musabayni va Abdurim G'ini afandim mal go'lan yerki. Shuninkini suhbatini qilib, u Dilyarning tuqqini u bu uladigan terrorist u bu deb qara, poqiydigan go'y. O'zingning nada ishligingni unutib qolma Xitoyda. Qechib kelib Nuriga bilan Shveysariyani o'tirsida aydab manqani qilib yurganingni seni biz ko'rdik degina qara. Qo'ngni qis qara. Tushundingmi? Men adamdan qo'rqib qolmayman qara. Biz bordiq-ku, borganda bizni oldiq-ku shay kameralar adam sen bach rayang yana bir narsan qara. Tushundingmi? Seninki xalqni terrorist deydigan, uningdagi Sharq Turkiston Islom partiyasini Turkiston Islom partiyasi deb turib qarlab Twitterda Dilyarga kelib qarlaydigan anangning haqqi yo'q. Mayada manki Suriya bir mustaqillik ularning ishga o'rishi biz bilan munosabatsiz, ammo Turkiston Islom partiyasi Suriyaga tajovuzchilik qilgan tajovuzchi qurolli qo'shin desa xato. Ey, sen Shveysariyaga opera olamsan? Shveysariyaga opirib ashlam turg'iza olamsan? Amerika turg'izamdi, Norvegiya turg'izamdi, Shvetsiya turg'izamdi, Turkiya turg'izamdi. Ha. Shu bir turkum odamlarni saqlab kelib, qaysi kuchlar ishaga olib keldi? Mana o'yla, qaysi kuchlar Afg'ondan, Talibandan, Pokistondan ashlarni yig'ib Suriyaga olib keldi. Ashda urush bo'lgan maydonda turib saqlanibdimiz, nima saqlanib turib, o'zingning qarindoshlarini terrorist deb sarang ketishkuylar. Men mo'g'on burun debdimankanman, keyin menda uyg'unib, manda narsalar borki, o'zimizning qattiq kuch ham yumshoq kuchimiz tang barobar bo'lishi kerakki. Uning uchun cho'qim birinchi siyosiy kuch o'tirg'i chiqish kerakki. Siyosiy kuchni birga chiqayli 16, 15, 25 tashlab biz uni buzib yetishdik. Endi qo'pab shu uzang tog'da, bog'da yo'q qilayotgan kurashni, yana bir narsani, yana shu uzang qarlayotsa, ilayotgan yeringdagi pul, bu Yahudi tashkilotlari kim bilan tijorat qiladi? Yaqinda Enedi yo'qib kelsa, Enedini uni kimni saplayotidi? Tekshirsan aminas chiqdi. Meni dad, u Yahudilar mijim deb ketdi deb. Bunda do'ppidim mijimda kiyib menimda bidirmida tushirib ol. Sadoqatingni ifodala. Po'xiydigan go'ylar. Xalqarada mustaqil bo'lma deydigansa, cho'qim bir qattiq kuching bo'lishing kerak. Bo'pmi Xitoy xonim qizlaringni o'ynayotgan, ziminingni bosqinchilik qilib elib cho'qim bir qattiq kuchlar, yumshoq kuch xalqarada o'ynaydi. Sening qisos ilish narsan bo'lsa, tinchlik bilan mustaqil bo'ladigan, qanday tinchlik bilan mustaqil bo'lsa, tinchlik bilan mustaqil bo'lmay sharafingni jumamsa, qon bilan nomusingni jumamsa, qo'y bizni chiqib ketdi deb o'tiramsa, tinchdan bo'pti Qur'onni tashlab chiqadigan Xitoy bormi? Bington-bingtonlargacha bor. O'g'irlashtirayotgan hatto ma yaqinning yog'i 10 yil bo'lay dedi irqiy qirg'inchilikni boshlag'ini 2014dan boshlab, uning oldidan boshlab nurg'un bolalarni ishkirlarga olib Jurnaqayni tarbiyalayotganlar bor. Ular kirdi, ular qalaymiqon qildi. Qurolliq o'zingninki narsangni sirtqa olib chiqsa, ko'tarib olib chiqsa yomonmi? Ha? Yamanmi qurolliq narsani ko'tarib chiqsa, uni bir beshimizga qalqon qilib, uni bir narsa degan yerimiz yo'q-ku. O'ynab baqsin, ochiq baqsin, uni shaytonlar o'ynab qonga o'ylimi? Qanchilgan qonlar behuda to'kilib ketdi. O teshirga bayroq Sharq Turkistonning nimasini qittig'i la ilaha illalloh yana Sharq Turkiston armiyasi deb o'zgartgan bo'ladi. Erdo'g'an afandim uni biladi, nima qilish keraklik. Turkiyaning ichidagi ma'lum bir kuchlar uni ashar saqlab turganki, Turkiyami NATOda Amerika bilan birga ulanda akab ashar o'rlashib turganki, ular shu urush maydonida ashar chiniqib uni buni qilib turyapti. 2014dan keyin ochiqib nurg'unlagan odamlar bo'pti Suriyaga odamlarni saldi dedi. Uni tillayversang u o'tdi u. O'tgan narsa o'tdi, uni bizim qilolmaysa, qilsang sotqa bana turibdi. Biladigansa kimning kimligini degan bo'lsa. Shu odamlarni ichidimi 2017dan keyin nurg'un yakallik bolalar, g'uljilik bolalar, qarmaylik, o'rimchilik ishkirdan kirgan nurg'un o'quvchilar bor, aning ichida nurg'un kallasi o'chiqlar bor. O vaqt soat kelgancha uning ichidagi sen xalqni qarlavaganki, xalq shu bizning xalqaro bir ko'rinamizmikin degan odam shu munofiqlar qurultiyini berib qolmay, nega berib qoldi?
Sen aşındaq bir siyasi güçni yarat başta. Aşındaq bir narsani al, xalqarada bir martabani, imtiyozni al. Kim bilan qilsa? Ilaqa olim Hindistondagi general olim bilan qilamsa urushni. Ey, undaq o'ylan biza, ey. Hech kim sana zarar berma demadi, hech kim sana xafalık bermadi. Sen bizga xafalık beryapsan. Bo'lmasa prezidentdan bilan yo bo'lsa o'lash materiallarni taqib bersin, xalqni materiallarni taqib qo'ydi. Bunlarning qanday buzilib ketgan to'g'ri xalqning oldiga chiqib javob ber. Jalab xotindak o yog'lardan iliqib uchir taqatmay ko'chaga. Yog'lardan uni nima qilibdi, unda qilibdi, bunda qilibdi deb. Seningda bu sen chiqirib baqmamsan. Ha, shu o'tirib ekansa hech nima qilolmay. Voy bu da'vo degan bundan olmay chiqib surim to'qay qilib, urushib, petig'ilishib qilgan men. Ha. Men mana Baxtiyor Nasirning uyini oldiga yolg'izlagan men, sen qo'g'dab qolmading meni, apaysan, surgun hukumatlar yana birini bilan o'yin ko'rib o'tading. Qora kodtiklaringning ajab ismini chiqarib voz kecholmayotgansan, menga ajab yuzsizlik qilib, og'zingdan bisang tatata, menga bishimdan qitma ya peqish. Ajab boshqalarnikiga bijnima dalanmaydi ekansan. Bo'zgin bo'zak ko'zangga mansan, issiq ko'nib yumshoq ko'nib qolmoqchimanmi? Kuchaning cho'kallarida ko'nib qolmoqchimanmi? Da, nima qilasiz deydigan. Bijnasan qolmay endi qildiganning hammani qilib bo'p, hech nima qolmay kimni satqin turibsan. Ashunchalik holing, xalqdan ayrilsang, hech kim kelmay, ey. Bir odamni sig'dirolmaysan inonga. Isming G'olam. O'shunda ulash tashlab G'olam. Alomat deb ketganda bir odamni inonga sig'dirolmaysa, isming G'olam. Yahudlardan pul yashib musulmonlarni qarlaysa, isming Solih Xudoyor. Ya Alloh. Mustaqillik tuni deb mustaqillik nimasini ko'rib olsa, pul uchun chaqirib ketsa, isming Sayfullah. Oxirida pullah. Mustaqillik tug'i deb egiz ko'tarib olsa, isming Yormamat Barat tug'ichi, ammo ziyon beryapti. Voy alomat ketgay, bir shumur, ey, ishqib Xudoyim berganli bir xalq deyman qo'ysan, Uyg'ur xalq. Ey, obdan o'ylashmish narsalarni. Mush temalarni obdan o'ylash. Bizdan nima o'tdi? Bizdan nima ish qildi deb avval xalqni xoin, jasus, munofiq, shpion deyishdan burun men nima ish qildim? Men burun qandaqdim, keyin qandaq bo'lyapman? Adab menda o'ylan. Xalqni o'jum xalqni qara, unda qarlama, azizlarim yeningda Abdushukur Samsaq afandim qoldi. Uni qattiq tushuntir, uning tapiniga so'y, uningga duo qil. Bo'li ketib qolsa, vohoy, bo'ldi shu. Yalang'ochlik qilsa, hamda azroq sangliqi nim bilan Cumhuriyet İslam Partisi Şivisiya Uyghur Komiteti kerak. Meyani Cumhuriyet İslam Partisi ipib turgansa, meyaring Şivisiya Uyghur Komiteti ipib bo'lmasa, u uchiqli qilsa, yalang'ochlik holatda. Oyig'iga so'y, duo qil, yaxshi muomala qil, insonlarning ko'ngliga azor berma. Tushundingmi? Jim ketdimi? Endi eng oxirida buningga sizlar javob bermaysizlar yana. Pul hashlanib bo'ldi. Tamam. Sizlarningki hukumatinglarning parlament qandaq, hukumat qandaq uni bilgani bo'lmaydi-ku hozir bir. Parlamentinglar degan qandaq bo'ldi, hukumat qandaq bo'ldi bilamsizlar shuni. Parlament nima rol o'ynaydi? Parlamentinglar kuchni tangpunglashtirishni boshqaradigan o'rin. Hukumatni kontrol qiladigan o'rin. Ya'ni parlament qonun ishlab chiqardi. Organ ve hukumatni kuzatadigan o'rin parlamentinglar. Ikkinchisi, buni kuzatadigan sot bor.
Baba tanastiranglar, voy, Abdulat Nur deganni bosh ministr desa bunaqa jur'at bo'lgan. Bosh ministr qo'ytaga qilamsa. So Abduvali deb birisi bor. Misrda u Misrda da'vo qildi tex. Misrda Eron qilishlar va Misrdan Xitoy tutib kelsa, bularning odamlari Misrda da'vo qildi. Arab xotinlar endi o'tirib. Soqol yomanda Aydaytollarning qo'yindan chiqqan. Bularni chiqib etgan. Başında. Ay, baş minister. Ablatlarning gaplari qiziydi texnik. Yuksak itoat bo'lish kerak. Yuksak itoat bo'lib, tag'da shu amirlik deb nima qilib o'tishding? Shuni itoatni yana qilaveramda demokratiya degan nima bu? Tushunamsa? Mushunda hukumatni boshqargan parlamentdan qonun chiqdi, tuzumlar chiqdi, uni kontrol qiladigan sud bor. Anındaki hükümet şu tüzülgen siyasetlerini icra kıldı. Şu parlamentin içindekiler sudyeler, sudçularla var mı? Kim o? Eğer şu bolsa, sudye sudçularla çıkıp alanı dapırsı tatınlar. Mabal manda davatıdı, demiş ki cimmidi turvalımız yapmış, demiş ki yağan yakılıp takıntılaymayız, ya ki manda kılmayız der. Benim o pıllığına hayalim kırıp çıkmaydı, mesmoçayla kırıp çıkmaydı. Şu. Nimaga qaqshab ketmaganimga qarindoshlarni tushuninglar. Bular hozir tashviqot urushi bo'lyapti-ku, bu yerda qattiq turmusa qilmaydi, o'ylab ish kitobni iqmaydamlar to'xtab qol. Oxirgacha tuvinga bo'ylab shu bizlar osonla bo'lib ketgan latlar emas, oxirgacha opiramiz. Bo'lmasa, siz xizvaningni yig'ib, qilgan xatoligingni bilib, qo'ng'ani qisib, o'zingni yo'lda chiroyli qilmang. Har qitimliq programmangni tekshirayman, har qitimliq chiqib dalaverma. Bana ne ya kesimende 2 megabayt internet gidiyordu. Hop qarindoshlar aman bo'linglar, Xudoyim emanet.